Garoshka sevuvchi qizlarimizga yaqinroq kelinglar. Sizlarni o'ylagan holda shunaqangi chiroyli garoshka fasondagi ko'ylaklarimizni xaridga olib kelib qo'ydik. Qaranglar qanaqa chiroyli bo'lib turadi. Bu safar endi bahor va yoz oylari uchun ideal variantda. Shunaqa mazza materiali, buni hamma materiali turetskiy trikotaj, 4 ta ko'ylagimiz bor. Qaranglar har xil rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. Xohlasanglar shunaqa garoshka varianti bor. Xohlasanglar mana bunaqa tomchi variantlari ham bor. Buni 2 xil variantda olsanglar bo'ladi. 3 xil variantda ekan, даже qaranglar. Bejavoy, shunaqa mana bitta oranjvoy, eng trendovoy hozir 2026-yil trend bo'lib ketgan rang va shunaqa aralash rangida ham bor. Hammasini fasoni bir xil, qaranglar, shunaqa klyosh bo'lib turadi. Juda chiroyli bejirim ko'ylaklarimiz oldilarida Swarovski toshlari bilan bezatilgan va oldida shunaqa knopочный ishlangan, kiyib yechilishi juda ham oson. Qo'llarda rezinkasi ham bor. Turetskiy trikotaj razmerlariga keladigan bo'lsak, 48 dan 60 gacha razmerlar bor. Bemalol bizning magazinimizga kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Narxlari esa atiga 189 ming so'm qizlar ulgurib olinglar olishga. Hammalarni Xadija brend optovoy magazinimizda kutib qolamiz.